Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Birodarimiz savol berdilar. Uylanmagan yigit farzandi bor ayolga uylansa bo'ladimi? Ha, Bu savolga javob albatta uylanmagan yigit farzandi bor ayolga uylansa bo'ladi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu degan sahobiy e, birinchi o'sha uylanmagan bo'lib turib bir necha farzandi bor ayolga uylanganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganlarida halla tazavvajta bikron, bikr qizga uylanmabsizda degan nasihat qilganlar lekin bir mazammat ham qilmaganlar, qaytarmaganlar ham. Shuning uchun inson odatan bikr qizga uylanishligi, uylanmagan yigit tegmagan qizga uylanishligi afzal, ammo farzandi bor ayolga uylansa bo'ladimi? Yoki masalan bir yetimlari bor ayolga uylansa bo'ladimi, beva ayolga uylansa bo'ladimi degan savollarga albatta bu narsa joiz. Hatto ba'zi o'rinlarda savobi ko'proq bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun bu afzal degan narsa boshqa narsa, joiz degan narsa boshqa narsa. Shuning uchun uylanmagan yigit farzandi bor ayolga uylanishlik shariatda joiz. Vallohu a'lam.